Sedanachi milliy brenddan yangilik. Erkaklar orasida keng tarqalgan muammo bu tez hojatga chiqish, bel va qorin og'rig'i, kuchsizlik va quvvatning pasayishidir. Bu oddiy charchoq emas, prostata muammosi. Prostamix tabiiy vosita. Prostata bezini sog'lomlashtiradi, erkak kuchini qaytaradi, sog'liq uchun esa xavfsiz. Batafsil ma'lumot uchun 55 513 99 99 raqamlariga qo'ng'iroq qiling. Sedanachi erkaklik g'ururingizni asraydi. Nikolay Patrushev ogohlantirdi. Vladimir Putin G'arbga dengizdan javob beradimi? Donetsk berilmaydi. Front chizig'i muzlatilishi mumkin. Zelenskiyning muhim bayonotlari. G'arbga xiyonat qildi. Hillary Clinton Trampning siyosatini keskin tanqid qildi. Hormuz bo'g'ozi yopiladimi? Xamenei ogohlantirdi. Tramp esa oqibatlarini eslatdi. Reza Pahlaviy ochiq bayonot berdi. Eron kelajagi hijobsiz demokratiyaga burilmoqda. Nikol Pashinyan xotini bilan ajrashdi. Jenevada katta shaxmat. Zelenskiy, Putin va Donald Tramp o'rtasida qanday kelishuv tayyorlanmoqda? Nikolay Patrushev ogohlantirdi. Vladimir Putin G'arbga dengizdan javob beradimi? Rossiya o'z kemalarini Yevropa davlatlari tomonidan qo'lga olinishidan himoya qilish uchun harbiy dengiz flotini ishga solishi mumkin. Bu haqda 17-fevral kuni Kreml maslahatchisi Rossiyadagi eng nufuzli siyosatchilardan biri Nikolay Patrushev ma'lum qildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning yaqin ittifoqchisi hisoblangan Patrushev Argumentiv Fakti nashriga bergan intervyusida Rossiya G'arbning xatti-harakatlariga, ayniqsa Buyuk Britaniya, Fransiya va Boltiqbo'yi davlatlariga nisbatan qat'iy javob qaytarishi kerakligini ta'kidladi. Agar biz ularga munosib qarshilik ko'rsatmasak, tez orada britaniyaliklar, fransuzlar va hatto Boltiqbo'yi mamlakatlari shunchalik kibrga beriladiki, mamlakatning dengizlariga, kamida Atlantika havzasiga chiqishini to'sib qo'yishga urinadi. Asosiy dengiz hududlarida, jumladan Rossiyadan uzoq mintaqalarda G'arb qaroqchilarini tiyuvchi kuchlarni joylashtirish shart, dedi Patrushev. Kreml vakili NATO harbiy alyansi Rossiyaning Boltiq dengizidagi esklavi Kaliningradni blokada qilishni rejalashtirayotganiga ishonishini bildirdi. Patrushevning fikricha, Yevropa davlatlari blokada rejalarini amalga oshirish orqali atalab harbiy eskalatsiya ssenariyini yuzaga keltirmoqda. Ular sabr-toqatimizni sinab, keskin javob choralariga undamoqda. Agar ushbu vaziyatni tinch yo'l bilan hal qilish imkoni bo'lmasa, blokada harbiy dengiz floti tomonidan yorib o'tiladi va yo'q qilinadi, deya ogohlantirdi u. Patrushev shuningdek Vashingtonning Venesuela va Eronga nisbatan qurol kuchi bilan bosim o'tkazayotganini ta'kidlab, Rossiya bunga texnologik javob tayyorlayotganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, Rossiyaning 2050-yilgacha mo'ljallangan yangilangan harbiy kemasozlik dasturi tez orada tasdiqlash uchun taqdim etiladi. Donetsk berilmaydi. Front chizig'i muzlatilishi mumkin. Zelenskiyning muhim bayonotlari. Ukraina aholisi Donetsk viloyatini Rossiyaga topshirish shartini o'z ichiga olgan tinchlik shartnomasini qabul qilmaydi. Bu haqda prezident Zelenskiy Axios nashriga bergan intervyusida ma'lum qildi. Hissiy jihatdan odamlar buni hech qachon kechirmaydi, hech qachon. Ular kechirmaydi, meni ularni kechirmaydi, dedi Zelenskiy. Ukraina prezidenti aholi nega ulardan yana qo'shimcha hududlardan voz kechish talab etilayotganini tushunmayotganini ta'kidladi. Bu mamlakatimizning bir qismi, bu yerda fuqarolarning, bayrog'imiz, yerimiz bor, dedi u. Zelenskiy aholi Donbassdagi front chizig'ini muzlatishni nazarda tutuvchi kelishuvni qabul qilishi mumkinligini bildirdi. Agar biz hujjatga mavjud front chizig'iga amal qilishimiz to'g'risidagi bandni kiritsak, o'ylaymanki, odamlar referendumda buni qo'llab-quvvatlaydi. Mening fikrim shunday, deydi siyosatchi. Agar biz hujjatga mavjud front chizig'iga amal qilishimiz to'g'risidagi bandni kiritsak, o'ylaymanki, odamlar referendumda buni qo'llab-quvvatlaydi. Mening fikrim shunday, deydi siyosatchi. Zelenskiyning so'zlariga ko'ra, AQSh tomonidan muzokaralarda ishtirok etayotgan Steve Witkoff Jared Kushner unga Rossiya urushni tugatmoqchi ekanini bildirgan hamda Ukraina tomoni Jenevadagi muzokaralar boshlanishidan oldin bu ma'lumotni inobatga olib, o'z pozitsiyasini qayta ko'rib chiqishi kerakligini aytgan. Prezident esa vaziyatni ancha pessimist baholashini bildirib, AQSh vakillariga ukrainaliklarga muvaffaqiyatsiz tarix sifatida ko'rilishi mumkin bo'lgan tinchlik modelini majburan qabul qildirishga urinmaslikni tavsiya etgan. Zelenskiy AQSh prezidenti Donald Tramp ochiqchasiga Rossiyani emas, Ukrainani tinchlik uchun yon berishga chaqirganini adolatsizlik deb atadi. Uning fikricha, Tramp uchun Moskvadan ko'ra Kiyev bosim o'tkazish osonroq ko'rinadi. Umid qilamanki, bu shunchaki uning taktikasi yechim emas, dedi Zelenskiy. Shu bilan birga u Trampga urushni tugatish borasidagi sa'y-harakatlar uchun minnatdorlik bildirdi. Zelenskiy yana bir bor hududiy masalada oldinga siljishning eng samarali yo'li Vladimir Putin bilan
shaxsan uchrashish ekanini ta'kidlagan. U Ukraina delegatsiyasiga Jenevadagi muzokaralarda Putin bilan shaxsiy uchrashuvni kelishib olishni topshirdi. Uyingiz xavfsizligi mustahkam darvozadan boshlanadi. Sizlarga sifatli, zamonaviy va ishonchli temir darvozalar yasash xizmatini taklif etamiz. Individual dizayn, yuqori sifatli metal, zamonaviy payvandlash texnologiyasi, uzoq muddatli xizmat va kafolat. To'lovlar oldindan olinmaydi. Har bir buyurtma alohida e'tibor bilan tayyorlanadi. O'zbekiston bo'yicha yetkazib berish va o'rnatish bepul. Batafsil ma'lumotlar ekraningizdagi raqamlarda. G'arbga xiyonat qildi. Hillary Clinton Trampning siyosatini keskin tanqid qildi. Clinton: Tramp ma'muriyatining Ukrainaga nisbatan pozitsiyasini uyatli deb hisoblayman. Men Ukrainani Vladimir Putin bilan kelishuvga majburlashga urinishlarini sharmandalik deb hisoblayman. Men Putin va Trampning Ukraina xalqining azob-uqubatlari va o'limidan foyda ko'rishga urinishlarini tarixiy xato deb hisoblayman. Men yana shunday hisoblaymanki, Ukraina bizning demokratiya, bizning erkinlik va sivilizatsiyaga qadriyatlarimizni himoya qilish uchun kurashmoqda. Bir kishining uni boshqarishga bo'lgan telbavor intilishi tufayli minglab odamlarni yo'qotmoqda. Tramp yoki buni tushunmayapti yoki unga buning farqi yo'q. U NATO nizomiga, Atlantika xartiyasiga, inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasiga xiyonat qildi. Insoniyat nazoratsiz hokimiyatni istovchi odamlarni to'xtatish uchun ko'p ish qilgan. Bu yerdagilarning hech biri Putin kabi hech qanday jazo olmasdan istagan ishini qilishi mumkin bo'lgan rejimda yashashni hech qachon xohlamagan bo'lardi. Hormuz bo'g'ozi yopiladimi? Xamenei ogohlantirdi. Tramp esa oqibatlarini eslatdi. Jenevada o'tgan navbatdagi bilvosita muzokaralarda Eron va AQSh yadroviy masala bo'yicha asosiy yo'l ko'rsatuvchi tomonlar yuzasidan umumiy kelishuvga erishdi. Bu haqda 17 fevral kuni muzokaralardan so'ng Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Araqchi ma'lum qildi. Aroqchi yangi imkoniyat oynasi ochilganini ta'kidlar ekan, bu hali yakuniy bitim imzolanganini anglatmasligini qayd etdi. Keyingi bosqichda hujjatlar almashiriladi va 3-raund sanasi belgilanadi. Muzokaralar Ummon vositachiligida o'tmoqda. Shu bilan birga vaziyat hanuz tarang. Washington mintaqada harbiy kuchlarni oshirgan. Tehron esa Hormuz bo'g'ozining ayrim qismlarini vaqtincha yopish orqali mashqlar o'tkazayotganini ma'lum qilgan. Eron oliy rahbari Oyatulloh Ali Xamenei AQShning bosimi hukumatni ag'darishiga olib kelmasligini bildirgan. AQSh prezidenti Donald Tramp esa diplomatiyani afzal ko'rishini aytgan bo'lsa-da, kelishuvga erishilmasa oqibatlar bo'lishini yana bir bor eslatgan. Shu fon ortida neft narxi pasaygan, bozorlar yaqin fursatdagi keskin uzilish xavfi yumshaganini bildirgan. Tehron sanksiyalar bekor qilinishi evaziga yadroviy dastur bo'yicha cheklovlarni muhokama qilishga tayyorligini bildirmoqda. Ammo uran boyitish to'liq to'xtashi yoki raketa dasturini muhokama qilishni rad etmoqda. Washington esa kengroq kelishuv tarafdori. Hozircha muzlar to'liq erigani yo'q, biroq Jenevadagi muloqotlar uzoq yillik qarama-qarshilikda ehtimoliy burilish nuqtasi bo'lishi mumkin. Reza Pahlaviy ochiq bayonot berdi. Eron kelajagi hijobsiz demokratiyaga burilmoqda. Reza Pahlaviy Eron jamiyatida yillar davomida bahs-munozaralarga sabab bo'lib kelayotgan masalaga yana bir bor e'tibor qaratdi. U ayollarning ro'mol o'rashi majburiy emas, balki shaxsiy tanlov bo'lishi kerakligini ta'kidlab, din va davlat ishlari o'rtasida qat'iy chegara bo'lishi zarurligini bildirdi. Uning fikricha, e'tiqod insonning ichki ishi bo'lib, siyosiy boshqaruv vositasiga aylantirilmasligi lozim. Chunki demokratiya erkin tanlov va fuqarolik huquqlarining kafolatlanishiga tayanadi. Pahlaviy agar ertaga eronlik ayol ro'mol o'rashni istasa, bu uning ixtiyori, agar o'rashni xohlamasa, bu ham uning tabiiy huquqi ekanini aytib, davlatning majburlovchi rolini tanqid qildi. Uning bayonoti Eron ichida va tashqarisida keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Ayniqsa, so'nggi yillarda ayollar erkinligi masalasi keskin siyosiy va ijtimoiy mavzuga aylangan bir paytda bu fikrlar yangradi. Pahlaviy o'z chiqishida zamonaviy dunyo va xalq irodasiga tayangan boshqaruv modelini ilgari surib, diniy qadriyatlar jamiyat hayotida o'z o'rniga ega bo'lishi mumkinligini, biroq qonun va siyosatni belgilovchi asosiy omilga aylanishni demokratiya tamoyillariga zid ekanini urg'uladi. U Eron kelajagi fuqarolarning shaxsiy erkinliklari, jumladan kiyinish erkinligi hurmat qilinadigan tizimga bog'liq ekanini qayd etdi. Nikol Pashinyan xotini bilan ajrashdi. 17 fevral kuni Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyanning rafiqasi Anna Akopyan fuqarolik nikohining tugaganini ma'lum qildi. Bu haqda u o'zining Facebook sahifasida xabar berdi. Hurmatli vatandoshlar, sizga bosh vazir Nikol Pashinyan bilan fuqarolik nikohim tugaganini e'lon qilaman. Barchadan bu masalada o'zini tutish va xushmuomalalikni namoyon etishni so'rayman, degan Akopyan o'z murojaatida. U nikohning tugash sabablari yoki boshqa tafsilotlar haqida qo'shimcha ma'lumot bermagan. Hozircha Pashinyan tomonidan mazkur masala yuzasidan rasmiy izoh berilmadi. Ma'lumot uchun 2024-yilda Anna Akopyan va Nikol Pashinyan o'zlarining ijtimoiy tarmoq sahifalarida turmush qurmaganlik. Ma'lumot uchun 2024-yilda Anna Akopyan va Pashinyan o'zlarining
ijtimoiy tarmoq sahifalarida turmush qurmaganliklarini ma'lum qilishgan. Juftlik 27 yildan ortiq vaqt davomida birga bo'lishlariga qaramay qonuniy ravishda turmush qurmagan. Jenevada katta shaxmat. Zelenskiy, Putin va Donald Tramp o'rtasida qanday kelishuv tayyorlanmoqda? Ukraina prezidenti Zelenskiy o'z muzokara guruhiga Jenevada Ukraina, AQSh va Rossiya yetakchilari darajasidagi uchrashuvni tashkil etish vazifasini topshirilganini ma'lum qildi. Zelenskiyning so'zlariga ko'ra, hududiy masala bo'yicha muzokaralarda siljishga erishishning eng yaxshi yo'li Rossiya prezidenti Putin bilan shaxsan uchrashishdir. Shu munosabat bilan u oliy darajadagi tegishli aloqalarni tayyorlash bo'yicha topshiriq bergan. Nashr xabariga ko'ra, amerikalik vositachilar mojaroni hal etishning shunday variantlarini taklif qilgan. Unga ko'ra, Ukraina qo'shinlari o'zlari nazorat qilayotgan Donbas hududlaridan chiqib ketadi. Mazkur hudud esa delimitizatsiya qilingan erkin iqtisodiy zona maqomini oladi. Ayni paytda Washington ushbu hudud ustidan qaysi davlat suverenitetiga ega bo'lishi masalasini aniq pozitsiya bildirmagan. Zelenskiy qo'shinlarni olib chiqish masalasini muhokama qilishga tayyorligini aytgan, biroq Moskvadan ham o'z kuchlarini teng masofaga chekinishga chaqirgan va Rossiyaning mazkur zona ustidan suverenitet da'volarini rad etgan. Ukraina prezidenti shuningdek muzokaralarning ikkinchi bosqichida Rossiya vakillari Moskva rahbariyati bilan maslahatlashib, hududiy masala yuzasidan yanada batafsil pozitsiya taqdim etishga va'da berganini ma'lum qilgan. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.